2016-yilda ilk marotaba O'zbekiston tarixida O'zbekiston milliy madaniy merosi ro'yxati shakllantirildi. Bu yangi O'zbekistonda juda muhim qadam bo'ldi. Avvalo ham madaniy merosga e'tibor bor edi. O'zlikni anglash, uni ahamiyati haqida ko'p gapirilardi, lekin aniq ro'yxat va manzilli yo'l yo'q edi. Va undan tashqari eng muhim jihat shundaki, toki bu strategiya bo'lgunga qadar asosan madaniy merosni ta'minlash, restavratsiya ishlari qoldiq prinsipi. Bu demak, byudjetdan qanchadir ma'lum mablag' iqtisod tejam qilinsa, o'sha mablag'ni yo'naltirish prinsipi mavjud. 2026-yilda 43 ta madaniy meros obyektlarini loyiha smetlarini hujjatlari ishlab chiqib, ekspertiza xulosalari olinadi. Bundan tashqari 120 ta obyektlar ilmiy o'rganilib, ularning loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqiladi. 10 ta mana shu yil 10 ta davlat muzeylari modernizatsiya qilinadi. Bu hech qachon hali tarixda bo'lmagan. Eng muhim ahamiyati shundaki, mana Toshkent shahridagi 7 ta muzey, uy muzeylarini homiylar hisobiga reekspozitsiya qilinyapti. Qaytadan uni mutlaqoligi o'sha sobiq davrdan qolgan, ba'zilari sobiq mafkuraga hattoki xizmat qilish mo'ljallangan ekspozitsiyalar tubdan yangi O'zbekiston ruhini, yangi O'zbekiston ma'naviy demak maqsadlariga yo'naltirilgan o'zlikni anglash, yoshlarni tarbiyalash, muzeylarimiz va madaniy meros obyektlarimizga tashrif buyuruvchilar, turistlarni, sayyohlarni, olimlarni sonini 7 millionga yetkazish maqsad qo'yilgan.